Assalamu alaikum. Aleyküm selam. İnim özünü tanıştırgan bolsanız. Ben ismim Muhammed İhsan Yasin. 2016-yılı Mısır okuğun çıqqan. Okuğun çıqqandan keyinki ahvalda şu ata-anamni tutulgan boldu dadamni. Ya ularning ko'rishimga qancha vaqt bo'ldi hozir? Ko'rishimni 2017-yılı 3-nji aydan keyin aloqamiz uzilib ketgan. 2 yil oldu. Ondan keyin ularningki türmedimi lagerda tutqanligingizdan aşu bilginiz bilgençe hammasini ismini to'liq. Dadamning ismi Yasin Sidiq oldu. Anamning ismi Ayşe G'azi. Akalarimdan tartib hammadan Evet, ismini to'liq. Kevser, bir akamning ismi Kevser Yasin. O Beşer Yasin bulunamisi şu içirip ketken oldu turmada. Hammasi turmada. Turmada. Acam Munira Yasin bunu içirip ketdi balsidan ailelik. Yo'ldoshni birini içirip ketken. Yo'ldoshning ismi nima? Yo'ldoshning ismi Saydulla Ahmed. Şu yo'ldoshning ota-onalarini tatib içirip ketdi. Ondan keyin cho'ng acamning tarbiyalashga içirip ketken deb onu içirip ketgan qoldi. Lekin ota-onamning şu bizning undidarining tanlab qolganlik uchun Xitoyga tanlab ketganlik uchun o'lda nima yo'q. Resmi yo'q ota-onam degan şu resim varmış o 5 yaşlık ufuklarından tatip kucakdaki balladan tatip ağaçlarından balları. Muşu turna şekil sanat qoldiramiz. Men tuqallarıma Qashqardagi arzanmış o. Hozir nima inlaringizdan hammasi ismini deb qo'ying. Inimning ismi Mehrullo Yasin bo'ldi. Acamning balasining ismi Muhammed Eyyubi. Ondan keyin akamning o'g'lining ismi Nurullah Mubeşer. Akamning oilening ismi Yaxfirshid, Rashida Sabir. Kichik akamning oilening ismi Fatima O'sha. O'shaning hammasini lagerga ijara ketgan. Hozir sizning oilaga shu mesela kelinning ota-onalari, kuyovning ota-onalari shular zo'r yo'qmi? Kuyovning ota-onalarini ijara ketganligi xabar bor. Bundan xabar yo'q. Ijara ketganlar xabar keldi menga, lekin bundan shu. Hayat ya qanday ekanligini bilmayman. Ota-onamning hayat yoki tirik ekanligini bilmayman. Yani boshqa bir tuqqanligini Ondan keyin dadamning akasining bir o'g'lini ijara ketdi tarbiyalashga. Bu Muhammed Sidiq ismi oldu. Husn Sidiq o'g'lini ijara ketdi. Oylik qildi. Öndeki Aqto'da ko'radigan sizlar. Aqto'da dadamning yaqin birodarimiz var İsmail Ahmed. Aqto shahar yoshidan 6-dadi 4-shodidan bo'ladi. Yana bizning dadamning bir cho'mir yaqinlarisi. Dadamni ham sahlab ko'rinib tatib bildi o'qigan. Uni Maqsim Ajam dadasining ismi Sulaymon Qarajim. Buni ijara ketgan. Undan keyin bir kichik o'g'lim ijara ketdi. Sulaymon Qarajim ham bizning ustoz bo'ldi. Uning tirik hayat ekanligini men bilmayman. Undan xabar yo'q. Undan keyin bu hozirgi vaqt chiqdingiz, bundan keyin bularning bir izlagan olgan qadar da'vosi qilamsiz yoki endi Kastamonu o'qitibsiz, shu o'qishni bo'lamsiz qanday bir bundan keyin endi shu xalqaro majmur tashkilotlarga, xalqaro Qizil Kirist jamiyatlarga, Yevropa insonlarga, undan keyin Turkiya Cumhurbaşkanı Erdo'g'an başbakanımızga endi shuni qutildirish uchun birinchi Alloh taoloning yordam tilayman, qarinlab qolsin shundan bir sabab qilib bersin deb shuni yordam tilayman. Bizlarga berishni so'rayman. Toki shu uydagilarning xabarini olg'icha shu vatanda izlayotgan qarindoshlarimizning nima qiyracha bu da'voni